Uchinchi shaxs Sobir Hakimov, xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Yerki Bulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin uzatyapti. Yana jeb Nikulindan. Yerki Bulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Yerki Bulanning zarbasi kuchli chiqdi. Bu yerda Erki bilan ajoyib jang ko'rsatdi. Oktagon tomoshabinlar Erki bilan jangini oxirigacha o'tirib tomosha qilmoqda. Holati jang qisqa va lo'nda bo'lib qoldi. Bu yerda Erki bilan formada raqibiga nisbatan ham jang ko'rsatdi. Bu yerda agar raqib yana bitta gol uchinchi nuqta tegishni ko'rmadi va o'ziga mos raqib bilan chiqishni taklif etardik. Qolamizki, Erki bilan o'zini ko'rsatdi. Erki bilan qayerda Erki bilan qanasan degan gaplarni, kamroq gapirishlarini so'radik. Afsuski birinchi raundda g'olib vakilimiz hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3 nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarasam, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatish bilan o'z formasiga sportsmenlar chekilyapti. Va bu yerda ham dedik, kelgusida hamyurtlarimizdan chiqib jang qolamiz.